Markaziy Komitet Tashkilot bo'limining ministri Chi Jiabin 26 avgust o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy Kompartiyasining 18-navbatlik qurultayidan buyon 900 mingdan ortiq kompartiya a'zosining partiyadan chiqib ketganligini oshkorlagan. Chi Jiabin 900 mingdan ortiq kompartiya a'zosining partiyadan chiqib ketishining partiyadan qo'g'lab chiqarildi deb atamagan. Buningdan mazkur 900 mingdan partiya a'zosining partiyadan chekinib chiqqanlarni o'z ichiga oladiganligini faraz qilishga bo'ladi ekan. 26 avgust Afg'onistonning poytaxti Kabuldagi aerodrom atrofida 2 qatim bomba portlab, Afg'oniston fuqarolari va 13 Amerika askarini o'z ichiga olgan 90 dan ortiq odam qazo qildi. BBC'ning bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, hujumdan sal burun G'arb hukumatlari Daeshning yerlik tarmoqining Kabul aerodromiga hujum qiladiganligidan ogohlantirgan. Navbatda Daeshning Xorasondagi tarmoqi bu qatimliq voqeaning javobgarligini ustiga olgan. Cambridge Universitetining olimlari tashqi planet odamlarini izlashda muhim qadam tashildi. Quyosh sistemasining sirtida izlash elib borgan astronomlar ular Haysin deb atagan yangi bir planetni bayqadi. Yer sharidan 2,5 hassa cho'ng, 90% issiq okeanlar bilan qoplangan bu sayyoralarning atmosferasida mo'l hidrogen bor ekan. Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenz eng yangi dokladida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi nopus cheklash siyosati davomlashgan taqdirda 2040-yilga borganda 4,5 million Uyg'ur nopusining yo'qolishini keltirib chiqarganligini ko'rsatib o'tdi. Adrian Zenz 24 avgust O'rta Osiyo tekshirish jurnalida Uyg'ur millatining nopus ustunligini yo'qotish, Beijingning Janubiy Shinjongdagi nopus a'lolashtirish strategiyasi haqida analiz nomli yangi dokladni e'lon qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika, Yaponiya, Hindiston va Avstraliyaning dengiz armiyalari 26 avgust Xitoyning tahdidiga o'rtoq taqobil turish maqsadida Malabar birlashma harbiy manevrini boshlagan. Qozog'istonning janubidagi Jambel o'lkasining Bayzakov rayoniga joylashgan bir harbiy qismning o'q-to'ri isklatida yuz bergan portlashda 12 nafar harbiy xodim va qutqizish atritining a'zosi hayotidan ayrildi. Ko'pincha o't o'chiruvchilar va qutqizish xodimlari bo'lgan 90 kishi yaralandi. Rossiya Sputnik agentligining xabar qilishicha, Rossiyaning Afg'onistonda turishliq bosh elchisi Zernov Talibanlarning O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan chegara tinchlikni saqlab, kelgusida iqtisodiy va savdo hamkorligini taraqqiy qildirishni umid qiladiganligini bildirganligini o'tirib qo'ygan.